Yapın tıl dersimizi görüş için en başta yapın tılının harfleri. Yapın tılda harfler iki xil oldu. Yani hiragana kısmı ve katagana kısmı oldu. Hiragana kısmı degen adet şu yazım şekli. Hem katagana şekli bu şeklinin kanda vaqt işlediği insanlar chatten kirgen sözlerini işledi. Mesela sabisi degan. Sabis degan gap bor. Sabis degan gap mulozim etilgan. Buni inglizchada sabisi deb yozadi. Katagana ishlatguncha osh bo'yicha o'zgarmaydi. Bizning uyg'ur tilida masalan chetdan kirgan so'zlar bor-ku. Komitet degandek, liniya degandek. Shuningdek, bu yapındimi ko'p sirtdan kirgan so'zlar bor. Yani chetdan kirgan so'zlarga uchun maxsus katagana harflarini ishlatadi. Agar yapon tilida bo'lmasa, bo'lsa ishiltish amaldan qolgan bo'lsa, endi katagana ishlatadi. Bu katagana shu sirtdan kirgan so'zlarni ishlatish uchun ijod qilingan deb tushunadi. Endi hiragana deganning odatda hiragana hamma yapon tiliniki o'qilish shakli. Bizning xitoychadagi pinyin bor-ku, shunga biroz o'xshab ketadi. Dastlab qadamda yapon tiliniki harflarni ko'ramiz. Bundan asosli eng boshda hiragana harflarini ko'ramiz. Hiragana harflarini keyin qatimda katagana harflarini bir qatim ko'rib o'tamiz. Chunki katagana harflari uncha ko'p uchrab ketmaydi. Uchrasimi oz uchraydi. Shuni o'rganamiz, ammo hiraganani o'rganganda basic o'rganib ketmaymiz. Chunki vaqt kelganda uchragan vaqtda lug'at izlasangiz yoki esangiz qolgan bo'yicha qiysin bo'lgan. Ya'ni 100 so'zning ichida ya birisi uchramaydi endi. Hiragana kısmı kelsa bugun o'rganganimizni necha desanglar, 4 ya'ni 20 harf o'rganamiz bugun. 20 harf. Bu qaysilar desanglar A, I, U, E, O. Shu A harfleri mesela A harfleri K, Ta, Sa, Ta deganlar emasmi? Ashunamiz bir propiz bo'ladi. I harfleri desanglar mesela I, Ki, I, Shi, Chi, Ni deganlar. Birinci harfimiz ekan A harfi degan gap. Nega qarasanlar A harfi, birinci harfi A harfi. Yani Uyg'urchadagi A bilan o'xshash o'qilmish. Uyg'urcha o'qilishimi o'xshash ham o'qilishini shu mush bo'yicha Uyg'urcha harf bo'yicha o'qisanglar o'qilish to'g'ri chiqadi. Ya'ni A degan shunday yozildi. Yozish shakli keyin ko'k, keyin asta ko'kman. A, I. Bizning bor I harfi. U harfi bor bizda. U harfi. Ular degandik U. E. Ama E'den ışıklar çekip küçük bir nokta. E. İkinci harfçe onun kalsı O. O harfi var. Ormandaki O. Osman'daki O. Şimdi aslında ikinci harf yazanlar K. K harfi. Yani katagana deyendik K. Bu K biraz okşaydı. İşte çıkıp taşlıklıgen K yazıldı. Yani katagana'nın için biliriz. K. Onun da kalsı ikinci Ki. Onun kalsı Ku. Ke. Ko. Ko'radagi ko'rladagi ko. Sa. Osmonda sava deb qo'yamiz. Sa deymiz. Sa. Shi. Uni qasa shi. Xitoydagi shi sanaladi deb bilamsan. Su. Ichadigan suv bor-ku bizda Uyg'urcha. Su desang. Su harfi shu. Su. Se. So. So'ramoq degandik. So. To'rtinchi rad keldik. Ta yerdik. Ta degandik. Tashdik. Ta o'qilish o'qmoqshash Uyg'urcha talaffuzim o'xshash. Chi. Tisi. Ma biroz alayda ma tisi.
Tsu. Ti, tsu. Tsu desu. Tsu. Tsu. Bunu kasu te. 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 Tepişmak. Te deyin. Tepişmak. Te. To. Tohtudaki to sanırım. To. 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 En astık çok na. Nandaki na. Na. Nan degendeki na var. Aşmışım na. Ni. 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 Nü. İkincisi şu nü. 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 Ne. 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 Nerede nere degendeki ne. No. No. İngilizce no deyin gep var. Şununla opuk şey talep ettim. No. 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 No kuş degendeki no ne. Uygurca yazılışı telaffuzdan okşaşı aynen okşaş lazım. Okşaş oktana açtı telaffuz çıkıyor dengi. Ama yani başka çıkmadan okuyayım yani. A, A, I, I, U, U, E, E, O, O, K, K, Ki, Ki, Kü, Kü, Ke, Ke, Ko, Ko, Sa, Sa, Shi, Shi, Su, Su, Se, Se, So, So, Ta, Ta, Chi, Chi, Su, 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 Te, 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 To, 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 Na, 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 Ni, 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 Nü, 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 Ne, Ne, No, No. Muş boyunca buldu. Sonra tiz oksana A, I, U, E, O, Kaki, Kuku, Ke, Sashi, Susu, Suse, So, Tachi, Tsute, To, Nani, Nüne, No. Bu 8 yadlıyorsan birinci dersimizdeki çıkıda verecek orunduldu. Şu an bugün işimizde bunu birlikte çalışmamız için gayret kılaylı. Hoş.